Agar siz davlatdan biror to'lov, nafaqa, kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyozli yordam olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Ayniqsa bola puli, moddiy yordam, nogironlik nafaqasi, pensiya, ijara kompensatsiyasi, kommunal to'lov bo'yicha yengillik, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarga ariza bergan, lekin hujjatlarni oxirigacha rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, 1 iyulgacha albatta tekshirib qo'ying. Chunki ayrim to'lovlarda muddat, ariza holati, bank kartasi, daromad ma'lumoti, yashash joyi va elektron bazadagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, keyin to'lovni olish qiyinlashadi yoki umuman rad javobi kelishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Qaysi xatolar eng ko'p uchraydi va 1 iyulgacha nimalarni qilib qo'yish kerak? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan bitta hujjat yoki bitta noto'g'ri ma'lumot sababli puldan ayrilib qoladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib bo'lsa, ko'p oilalar o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvallari ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar mahallaga borib, ariza yozib, kerakli hujjatlarni qog'oz shaklida topshirardi. Masalan, oilaning daromadi, farzandlar soni, ish joyi, uy-joy holati, nogironlik yoki pensiya hujjatlari alohida so'ralardi. Ba'zi joylarda mutaxassislar hujjatni ko'rib, yetishmayotgan joyini aytardi, odam qaytib borib to'ldirardi. Ya'ni jarayon ko'p hollarda qo'lda tekshirilgan, odam bilan gaplashib aniqlashtirilgan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Ko'plab to'lovlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Siz ariza topshirsangiz, tizim avtomatik ravishda soliq ma'lumotlarini, rasmiy daromadni, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini, bandlik holatini, kadastrdagi uy-joyini, bank kartasi va boshqa ma'lumotlarni solishtiradi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, ba'zida xato bo'lsa, odamning o'zi aybdor bo'lmasa ham arizasi rad bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayolning turmush o'rtog'i 2 yil oldin ishidan ketgan. Lekin tizimda hali ham u rasmiy ishlayotgandek ko'rinib turibdi. Oila aslida daromadsiz, lekin baza bo'yicha daromadi bor deb chiqadi. Natijada bola puli yoki moddiy yordam rad etiladi, yoki boshqa bir oilada farzand tug'ilgan. Tug'ilganlik guvohnomasi bor, lekin bolaning ma'lumoti tegishli bazaga to'liq tushmagan. Tizim oilada farzand sonini kam ko'rsatadi va to'lov miqdori noto'g'ri hisoblanadi. Yana bir misol, pensionerning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. To'lov ajratilgan bo'lsa ham, karta ishlamaganligi sabab pul tushmaydi. Keyin odam bir necha oy sarson bo'ladi. Shuning uchun 1 iyulgacha eng muhim ish shuki. Siz faqat men ariza berganman deb o'tirmasligingiz kerak. Ariza qabul qilinganmi? Ko'rib chiqilyaptimi? Rad etilganmi? Qayta hujjat talab qilinganmi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? Telefon raqamingiz faolmi? Yashash manzilingiz mosmi? Hammasini tekshirish kerak. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin men bilmagan edim, menga aytishmadi, SMS kelmadi degan gaplar ko'pincha yordam bermaydi. Birinchi navbatda har qanday ijtimoiy to'lovda 3 ta asosiy narsa bor. Huquq, hujjat va muddat. Huquq degani, siz qonun yoki tartib bo'yicha shu to'lovni olishga haqlimisiz? Hujjat degani, bu huquqni tasdiqlaydigan ma'lumotlar tizimda to'g'ri turibdimi? Muddat degani, ariza berish, qayta rasmiylashtirish yoki kamchilikni tuzatish uchun belgilangan vaqt ichida harakat qildingizmi? Ko'pchilik aynan 3-masalada yutqazadi. Masalan, oila bola puli olishga haqli, daromadi kam, farzandlari bor, lekin ariza vaqtida berilmagan yoki ariza berilgan. Lekin qo'shimcha hujjat olib keling deyilganida odam bir oy yurib qolgan. Muddat tugaydi va to'lov keyingi oydan yoki keyingi davrdan hisoblanadi. Ba'zida esa umuman qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. Kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerak? Men buni aniq qilib aytaman. Birinchidan, bola puli yoki moddiy yordam olish uchun ariza bergan, lekin javobini bilmayotgan oilalar. Ikkinchidan, yaqinda ish joyi o'zgargan, ishdan chiqqan yoki norasmiy ishlayotgan fuqarolar. Uchinchi toifa, bank kartasini almashtirgan, kartasi muddati tugagan yoki boshqa bankka o'tganlar. To'rtinchidan, yashash manzili o'zgargan, lekin propiska yoki doimiy yashash ma'lumoti hali yangilanmaganlar. Beshinchidan, oilasida tug'ilish, nikoh, ajrim, vafot, nogironlik guruhi o'zgarish kabi holatlar bo'lganlar. Masalan, bir oila olaylik. Oilada 3 nafar bola bor. Ota mavsumiy ish qiladi onasi uyda. Ular bola puli uchun ariza beradi.
Lekin otaning nomida eski yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati yopilmagan bo'ladi. U amalda daromad qilmayapti, lekin tizimda tadbirkor sifatida ko'rinadi. Natijada oila daromadi bor deb baholanadi. Bunday vaziyatda iyulgacha soliq organi yoki may bank uz orqali faoliyat holatini tekshirish, kerak bo'lsa yopish yoki ma'lumotni to'g'rilash zarur. Aks holda odam men ishlamayapman-ku deb qancha tushuntirmasin, bazada boshqacha ma'lumot tursa ariza muammo bo'ladi. Yana bir misol, ayol yolg'iz o'sna sifatida yordam olmoqchi. U ajrim qilgan. Lekin sud qarori yoki FHDE ma'lumoti tizimda to'liq aks etmagan. Tizim uni hali ham turmush qurgan deb ko'rsatishi mumkin. Bu holda oilaning tarkibi noto'g'ri chiqadi. Daromad ham noto'g'ri hisoblanadi. Bunday holatda FHDE bo'limi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahalla orqali ma'lumotni tekshirtirish kerak. Pensiya va nogironlik nafaqasida ham shunday. Agar nogironlik guruhi muddati tugayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish, tegishli xulosa yangilanishi va bazaga tushish kerak. Odam men oldin olardim deb xotirjam bo'lib yuradi, lekin muddat tugagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Ayniqsa vaqtincha belgilangan nogironlik guruhlarida bu juda muhim. Bir oy kechiksangiz, pul ham kechikadi. Qayta tiklash ham asab va vaqt talab qiladi. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning to'lovingiz muntazam kelayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, arizangiz tasdiqlangan bo'lsa va sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men har doim aytaman. Tekshirish uchun 10 daqiqa sarflagan odam keyinchalik 3 oy sarson bo'lishdan qutuladi. Hozirgi tizimning asosiy talabi shuki, fuqaroning ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, siz bir joyda yashayman deysiz. Tizimda boshqa manzil ko'rinadi. Siz daromadim yo'q deysiz, soliq bazasida daromad chiqadi. Siz oilada 4 kishi deysiz, FHDE yoki ro'yxat ma'lumotida 3 kishi ko'rinadi. Ana shu nomuvofiqliklar to'lovni kechiktiradi yoki rad etadi. Bundan tashqari, ayrim to'lovlarda faqat ariza berishning o'zi yetarli emas. Masalan, subsidiya olishda navbat, baholash mezonlari, bank bilan bog'liq shartlar, uy-joy yoki ijara shartnomasi, daromadni tasdiqlash kabi bosqichlar bo'ladi. Kommunal kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamda esa oilaning ijtimoiy holati, daromadi, mol-mulki, avtomobili, kadastrdagi mulki tekshirilishi mumkin. Agar sizning nomingizda foydalanilmayotgan eski avtomobil yoki boshqa mulk turgan bo'lsa, bu ham hisobga olinishi ehtimoli bor. Real hayotdan oddiy vaziyat. Bir pensioner boboning nomida eski Jiguli bor, mashina yurmaydi. Hovlining chetida turibdi, lekin hujjatda avtomobil bor. Ayrim ijtimoiy mezonlarda bu mulk sifatida ko'rinadi. Odam esa bu mashina temirku deydi. Tizim temir yoki yaroqsizligini bilmaydi. Tizim faqat ro'yxatdagi mulkni ko'radi. Shuning uchun bunday holatlarni oldindan aniqlab, kerak bo'lsa tegishli organlarda rasmiy holatini to'g'rilash kerak. Yana bir nozik masala bank kartasi kimning nomida bo'lishi. Ayrim to'lovlar faqat ariza beruvchi yoki to'lov oluvchi shaxsning o'z nomidagi kartaga tushiriladi. Odamlar ko'pincha o'g'limning kartasiga tushaversin, turmush o'rtog'imning kartasi bor, qo'shnimning kartasidan foydalanaman deb o'ylaydi. Lekin ko'p holatda bunday bo'lmaydi. To'lov qaytib ketishi, kechikishi yoki umuman tushmasligi mumkin. Shuning uchun bank kartasi faol muddati o'tmagan, SMS xabarnoma ulangan va aynan kerakli shaxs nomida bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, ariza topshirdim bilan ariza tasdiqlandi bir xil narsa emas. Ariza topshirilgani faqat jarayon boshlanganini bildiradi. Tasdiqlanishi uchun tizim tekshiradi, mutaxassis ko'radi, ba'zida qo'shimcha ma'lumot so'raladi. Shuning uchun ariza raqamini saqlang. Agar Maytbokov uz orqali topshirgan bo'lsangiz, shaxs kabinetingizga kirib holatini ko'ring. Agar mahalla orqali topshirgan bo'lsangiz, mas'ul xodimdan arizangiz qaysi bosqichda ekanini so'rang. Ikkinchi xato, telefon raqamining faol emasligi. Ko'plab xabarnomalar SMS orqali keladi. Raqam ishlamasa, karta boshqa odam nomida bo'lsa, sim karta yo'qolgan bo'lsa, siz muhim xabarni ko'rmay qolasiz. Keyin menga hech kim aytmadi deysiz. Ammo tizim xabar yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza bergan raqamingiz o'zingizda bo'lsin, doimiy ishlasin. Uchinchi xato, daromadni noto'g'ri tushunish. Odamlar mening qo'limga pul kam tegadi deydi. Lekin tizim yalpi daromadni yoki rasmiy tushumni ko'rishi mumkin. Masalan, oyga 2 million so'm maosh oladi, lekin kredit, aliment, qarzlar sabab qo'lida 5 ming qoladi.
ijtimoiy baholashda esa ko'pincha rasmiy daromad ko'riladi. Shuning uchun kredit borligi har doim ham daromad kamaytirib hisoblash degani emas. Bu og'riqli, lekin amaliyotda shunday holatlar uchraydi. 4-xato. Bir oilada yashovchilar va ro'yxatda turganlar masalasi. Masalan, o'g'il boshqa shaharda ishlaydi, lekin propiskasi ota-onasining uyida. Tizim uni shu oilaning a'zosi sifatida ko'rsatishi mumkin. Agar uning rasmiy daromadi bo'lsa, ota-onaning ijtimoiy yordamiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yoki aksincha, kelin-kuyov alohida yashaydi, lekin hujjatda bir manzilda turadi. Bunday holatlarda yashash va ro'yxat ma'lumotlarini tartibga keltirish juda muhim. 5-xato, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, aliment, vasiylik kabi maxsus holatlarda hujjatning muddati. Masalan, vasiylik qarori bor, lekin yangilanmagan. Aliment bo'yicha ijro hujjati bor, lekin undirilmayapti. Boquvchisini yo'qotgan bola uchun hujjatlar bor, lekin maktab yoki kollej ma'lumoti tizimga tushmagan. Bularning har biri to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Istisnolar ham bor. Ayrim to'lovlar avtomatik tarzda uzaytirilishi mumkin. Ayrimlarda qayta ariza talab qilinadi. Ayrim holatlarda fuqaro og'ir kasallik, nogironlik, uzoq safar, tabiiy ofat yoki boshqa uzrli sabab bilan muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin men sizga maslahatimni aniq aytaman. Balki uzrli sabab bo'lar deb kutmang. Hamma narsani muddatidan oldin qiling. Chunki huquq borligi boshqa, uni amalda olish boshqa. Endi eng amaliy qismga kelamiz. Agar siz to'lov, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya masalasida xavotirda bo'lsangiz, birinchi qadam o'zingiz olmoqchi bo'lgan to'lov nomini aniqlang. Davlatdan pul chiqarmish degan umumiy gap bilan yurish foyda bermaydi. Bu bola pulimi, moddiy yordammi, pensiyami, nogironlik nafaqasimi, ijara kompensatsiyasimi, uy-joy subsidiyasimi, kommunal to'lov imtiyozimi aniq bilish kerak. Ikkinchi qadam, ariza holatini tekshiring. Agar elektron topshirgan bo'lsangiz, myPOK.gov. O'zdagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Ariza raqamini toping, holatini ko'ring. Qabul qilindi, ko'rib chiqilmoqda, rad etildi. Qo'shimcha ma'lumot talab qilindi degan yozuvlarga e'tibor bering. Agar mahalla orqali topshirgan bo'lsangiz, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ariza qaysi sanada yuborilganini, qayd raqami bor yo'qligini so'rang. Og'zaki bo'ladi degan gap bilan cheklanib qolmang. 3-qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Yashash manzili to'g'rimi? Telefon raqamingiz faolmi? Nikoh, ajrim, tug'ilganlik, vafot, vasiylik kabi hujjatlar bazada aks etganmi? Agar farzand tug'ilgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi ma'lumoti tizimga tushganini tekshiring. Agar ajrim bo'lgan bo'lsa, sud qarori yoki FSHDiya ma'lumoti to'g'ri aks etgan bo'lsin. 4-qadam. Daromad va ish holatini tekshiring. Agar siz rasmiy ishlasangiz, ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Agar ishdan chiqqan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi bekor qilingani tizimda ko'ringanmi? Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, faoliyatingiz amaldami yoki yopilganmi? Agar o'zingiz bilmagan holda nomingizga firma, faoliyat yoki soliq majburiyati chiqib qolgan bo'lsa, buni darhol aniqlang. Bunday masalada soliq inspeksiyasi, bandlik organi yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish mumkin. 5-qadam. Bank kartasini tayyorlang. Karta o'z nomingizda bo'lsin, muddati o'tmagan bo'lsin, bloklanmagan bo'lsin, telefon raqami ulangan bo'lsin. Agar karta yo'q bo'lsa, bankka borib oching. Agar karta almashtirilgan bo'lsa, yangi rekvizitlarni tegishli joyga taqdim eting. Ko'p odamlar aynan shu oddiy sabab bilan pulni vaqtida ola olmaydi. 6-qadam. Qo'shimcha hujjatlarni oldindan yig'ing. Oilaviy holatga qarab sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. ID karta nusxasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, pensiya guvohnomasi, daromad to'g'risida ma'lumot, ijara shartnomasi, kadastr hujjati, bank rekviziti, vasiylik qarori, aliment bo'yicha hujjat, talabalar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma. Hamma to'lovda ham bularning hammasi kerak bo'lmaydi, lekin o'zingizga tegishlisini tayyorlab qo'ysangiz, vaqt yutasiz. 7-qadam. Rad javobi kelsa, sababini yozma yoki elektron shaklda oling. Faqat sizga chiqmaydi ekan degan gap bilan to'xtamang. Nima sababdan rad etildi? Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Muddat o'tganmi? Bank rekviziti xatomi? Sababni bilsangiz, tuzatish imkoniyati bo'ladi. Sababni bilmasangiz, bir joyda aylanishda davom etasiz. 8-qadam. Hamma murojaatni iz bilan qiling.
Elektron ariza bo'lsa screenshot saqlang. Qog'oz ariza bo'lsa kirim raqamini yozib oling. Kimga, qachon, qaysi masala bilan murojaat qilganingizni qayd qiling. Bu keyin kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa muddat masalasida men falon kuni ariza berganman deb isbotlash uchun ariza raqami juda muhim. Keling, yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Oilada ikki bola bor. Ona bola puli olishni xohlaydi. Ota esa Rossiyaga ishlashga ketgan. Ota chet elda bo'lgani bilan tizimda uning O'zbekistondagi rasmiy holati, soliq ma'lumoti, pul o'tkazmalari yoki boshqa daromadlari ko'rinishi mumkin. Bunday oilada eng muhim narsa oilaviy tarkib otaning daromad holati. Bolalarning hujjatlari va onaning arizasi to'g'ri bo'lishi. Agar otaning nomida rasmiy faoliyat yoki mulk bo'lsa, bu ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Yolg'iz pensioner ayol kommunal to'lov bo'yicha yordam yoki boshqa kompensatsiyadan foydalanmoqchi. Uning pensiyasi bor, lekin bank kartasi eski. Karta muddati tugagan, telefon raqami ham o'g'lining nomida. Bunday holatda birinchi navbatda bankka borib kartani yangilash, o'z telefon raqamini ulash, keyin tegishli organ orqali to'lov ma'lumotini tekshirish kerak. Aks holda to'lov ajratilsa ham pul tushishida muammo bo'ladi. Uchinchi vaziyat. Nogironligi bo'lgan fuqaroning guruhi muddati iyun oyida tugaydi. U oldin olganman, yana tushaveradi deb o'ylaydi, lekin tibbiy xulosa yangilanmasa to'lov to'xtashi mumkin. Bu odam 1 iyulgacha shifokor ko'rigidan o'tishi, TMK yoki tegishli tibbiy komissiya bilan bog'liq hujjatlarni yangilashi, natija bazaga tushganini tekshirish kerak. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Chunki tibbiy ko'rik navbati, hujjat tayyorlanishi tizimga tushishi vaqt oladi. 4-vaziyat. Yosh oila uy-joy subsidiyasiga ariza bermoqchi. Ular ijara uyda yashaydi, lekin ijara shartnomasi rasmiy emas. Og'zaki kelishuv bor, xolos. Ko'p subsidiyalar va kompensatsiyalarda rasmiy shartnoma talab qilinadi. Demak, uy egasi bilan shartnomani rasmiylashtirish, to'lovlarni hujjat bilan ko'rsatish, oilaning daromad mezonlariga mosligini tekshirish kerak. Biz haqiqatan ijarada turibmiz degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-vaziyat. Oilada o'g'il ishlaydi, lekin propiskasi ota-onasinikida. Ota-ona moddiy yordam so'raydi. Tizim o'g'ilning daromadini ham ko'rib, oilaning umumiy daromadi yuqori deb chiqarishi mumkin. Agar o'g'il alohida yashayotgan bo'lsa, yashash manzili va oilaviy tarkibni qonuniy yo'l bilan tartibga keltirish kerak. Aks holda ota-onaning real ehtiyoji tizimda boshqacha ko'rinadi. Men yana bir muhim narsani aytib o'taman. Ijtimoiy to'lovlar bo'yicha vositachilarga pul chiqarib beraman. Tanishim bor. 1 iyulgacha ulguramiz. Faqat oldindan to'lang deydigan odamlarga ishonmang. Davlat xizmatlari rasmiy tartibda ko'rsatiladi. Agar kimdir sizdan noqonuniy pul so'rasa, bu xavfli. Birinchidan, pulingizdan ayrilasiz. Ikkinchidan, hujjatingiz noto'g'ri rasmiylashtirilishi mumkin. Uchinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringiz begona qo'lga tushadi. Agar sizga tushunarsiz bo'lsa, rasmiy manbaga boring. Mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, bandlik organi, soliq inspeksiyasi, FRDI, bank yoki my.gov.uz. Har bir masalaning o'z mas'ul joyi bor. Masalan, karta muammosi bankda hal bo'ladi. Tug'ilganlik yoki nikoh ma'lumoti FHDI orqali tekshiriladi. Daromad va tadbirkorlik soliq organida ko'rinadi. Pensiya va nafaqa masalasi pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya tizimida ko'riladi. Shuning uchun noto'g'ri eshikni taqillatib vaqt yo'qotmang. Yana bir maslahat. Oilada kim hujjat ishlarini yaxshi tushunsa, o'sha odam hammasini bir joyga yig'ib borsin. Ko'p holatda keksa ota-ona, nogironligi bor fuqaro yoki yosh ona idora yurishga qiynaladi. Farzand, aka-uka, qo'shni yoki yaqin qarindosh yordam bersa, ish tezlashadi. Lekin shaxsiy ma'lumotlar va bank kartasini begona odamga bermang. Agar 1 yilgacha ulgurmasangiz nima bo'ladi? Bu to'lov turiga bog'liq. Ba'zi holatda keyingi oydan ariza berasiz va oldingi davr uchun pul ola olmaysiz. Ba'zi holatda huquqingiz saqlanadi, lekin to'lov kechikadi. Ba'zi holatda esa ariza qayta ko'rib chiqiladi va navbat boshlanishi mumkin. Eng og'iri muddatli dastur yoki imtiyoz bo'lsa, keyin qabul to'xtash ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun men keyin iloji bo'lmaydi deganda aynan shuni nazarda tutyapman. Huquqingiz bo'lsa ham vaqtida rasmiylashtirmasangiz, amalda pulni olish imkoniyati yo'qolishi yoki ancha qiyinlashishi mumkin. Xulosa qilib aytaman, agar siz bola puli, moddiy yordam, pensiya, nogironlik nafaqasi, subsidiya, ijara yoki kommunal
kompensatsiya kabi to'lovlarga aloqador bo'lsangiz, 1 iyulgacha hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Ariza holatini biling, bank kartangizni yangilang, oilaviy tarkibni to'g'rilang, daromad ma'lumotini tekshiring. Kerakli hujjatlarni yig'ing va rad javobi bo'lsa, sababini aniqlang. Eng muhimi, oxirgi kunni kutmang. Bitta noto'g'ri raqam, bitta muddati o'tgan karta yoki bazadagi bitta eski ma'lumot sizni oylar davomida sarson qilishi mumkin. Agar sizda shunday to'lovlar bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi to'lov, qaysi hujjat, qaysi bosqichda qiyinchilik chiqdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensionerlar, yosh oilalar, bolali oilalar va nafaqa oluvchilarga albatta ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim muddatlar va to'lovlar bo'yicha yangiliklarni o'z vaqtida bilish ko'p oilaning haqqini saqlab qoladi.